Menga qara to'xta. Ha, nima? Eshiging tagida iskameyani mahallaning bolalarichi sindirib ketibdi o'g'lim. Shuni xotin xalaj qo'ni qo'shni o'tiradi. Mana arrani shuna qilib tuzatib qo'ygin bolam. Voy dada. Sizga duradyormanmi? Qo'limdan kelmaydi unaqa ish. Menga qara. Hammomdagi lampochka kuyibdi. Onang kirib chiqqani qiynalyapti. Shu lampochkani burab almashtirib qo'ygin. To'kdan o'g'lidek qo'rqaman-u. Keyin men sizga montyur emasman-u. Hech bo'lmasa yegan ovqatingni, idish tovog'ingni yuvib qo'ysang bo'lardi. Men sizni qizingizmidim? O'g'lingizman-u dada. Keyin idish tovoqni posudomoyka apparat yuvsa, O barakat, seni qo'lingdan nima ish keladi, ha? siz meni dadamsiz. Soqqadan 1-2 so'm grif qilsangiz, toqqa chiqib bolalar bilan bir dam olib, sizni haqqingizga duolar kelarmidik. Nima deysiz dadu? Hozir nima ish qilyapsiz siz? Telefon o'ynab, odam ham charchab ketdi. Dadamsiz-u, dadu. Dadanglikka dadaman. Lekinchi men ham bankomat emasman. Pashon.